Bu video hater 2 deyiladi. Ya'ni biz bez nasaldishni strishga qilamiz yana. Bunga qanaqa baho berasizlar ko'ramiz. Zo'r maslahatim bordi, ba'zi bir ustalarga. Yoshlarga manfaatli narsalar qilyapmizmi? Iloji bo'lsa, ana ichida qolib ketsa, nima to'g'ri, noto'g'ri, aqlli yetsa, sizlar video qilib o'smayotgan yoshlarni o'rgatinglar to'g'ri soch olishga. 1 sm yetkazmas. Tishini yarmigacha ochamiz edi. Keyin 3 nasatgan taqaman deb bolalar. Tishini ko'tarib 1,5 nasatgan olib o'rtasiga uramiz. Baland ko'tarib oling. Sal yopamiz tishini. Tegidagi chizig'ini yo'qotamiz. Keyin hurmatli yosh barberlar, maslahatim asujdat qilmaydi, ya'ni birovni ko'tini kovlamaydi. Undan ko'rasa manfaatli, kerakli texnologiyalarni olib qolinglar. Ko'p ustalarni g'iybat qilayotganlarni ko'rib boramiz, yaxshi emas. O'zingizlarda talant yo'q hali. Qolganlarni ham banglatishinglar noto'g'ri. Undan ko'ra maslahat so'raylik, bizga yordam beringlar. Keyin jigarlar, biza mana bunaqa filtr ishlatmaymiz, chiroq ishlatmaymiz, nima deydi? Aybimizdan yopish uchun. Bizda chiroqsiz ham shunaqa chiroyli ko'rgan sochimiz. Yuborib tashlaylik shunaqa aqlli ustalarga.